Ushbu e'lonimizda oshxonadan boshlashga qaror qildik, chunki oshxonamizni kattaligiga e'tibor berasizlar, hamda o'tirib ovqatlanadigan zonalari, qimmat mebellari va kuxonniy garnituralari o'rnatib qo'yilgan elektronniy vidishkalar va kir mashinkasini ko'rishimiz mumkin. Hamma jihozi qoldiriladi. Bu yerda xolodilnik ham o'rnatib qo'yilgan. Bir xona, ikki xona qilingan xonadonga yetib kelganmiz. 22-maktab yonida juda ham zo'r narx bilan sotuvga qo'yamiz. Ya'ni 495 million so'm joyda savdosi ham bo'ladi. Asosiy kirish eshigidan yuvinish xonasini, katta aristonlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Marhamat, yuvinish xonasi, hojatxonasini anchagina kengligini ko'rdingizlar va mana bu yerda kattagina prixoshka mebelini qo'yishimiz mumkin. Yulaydi, kengligi va uzunligiga e'tibor bering. Hamda keling, sizga zal qismini ko'rsatib o'tamiz. Bemalol stol qo'yib yoki bo'lmasam xon taxta qo'yib mehmonxona qilib ishlatsangiz bo'ladi. Hamda bu tarafda televizor o'rnatib, televizor zonasi qilib qo'yganlar. Xonadonning remonti yaxshi holatda, demak, pollarimizga e'tibor beramiz. Demak, bitta xonamiz laminat, bu yoqdagi yo'laklarimiz esa kafil qilingan. Hamda oshxona qismidan, mana shu chiroyli oshxonamizdan biz to'g'ri yotoqxonaga kirishimiz mumkin bo'ladi. Yotoqxonada mebel qo'yilgan. Hattoki vishilkalar ham o'rnatib qo'yganlar. Qaranglar, parda gilamlari hamma yog'i qilib qo'yilgan. Demak, bir xona, ikki xona qilingan 22-maktabning yonidagi garden sitini 5-qavatda joylashgan ushbu xonadonimizni 495 million so'm joyida savdosi bor holatda sotuvga chiqaramiz. 200 million so'm atrofida pul yetmayotgan bo'lsa agar ipoteka qilish imkoniyati mavjud. Kimga ma'qul keladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Bunaqa hamma tayyor sharoitlari, jihozlar bilan birgalikda ixcham xonadon kamdan kam bunaqa narxda sotuvga chiqadi. Pastdagi raqamlar sizlar uchun Navoiy uy baraka kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shunaqa chiroyli xonadonlarni chiqarishda davom etamiz.